Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men yana o'sha alkafonchi, tom usta, do'ppili tom ustasi Hamdamjonman. Mana sizlarga do'ppili tomni bitirdik. Ya'ni jinda ozgina kapalaklarida chalasi bor. Mana sizlarga do'ppili tomni qo'yilgan karnizlar rivojdan ko'rsataman, tashlayman. Mana. Sekin e'tibor bering. Mana shu 28 lik karniz. 28 lik karniz. Choklariga e'tibor bering. Nokri rangda. Rossiyskiy tunika. Metal cherepitsamiz 35 qovurg'ali. Dumaloq siliflarimiz. Dumaloq siliflarimiz ikki pog'onali 90 gradusli. Mana chiroyli chiqqan holatlarni ko'ring. Bu ozgina mana shu orqa tomonlarida kapalaklarni qo'yishimiz kerak. Bo'ldimi? Qo'yib qo'ydingmi? Yaxshi. Mana shu joylarimiz mana bir qator ko'ringlar mana. Ko'ring. Do'ppili tomimizni qanday chiqqanligiga bir baho beringlarchi. Chiroyli qilib tepadan olyapman. Qaranglar. Mashalloh. Bu tomimiz asosan hurmatli tom ishqibozlari, ustalar. Ya'ni tom qildirmoqchi bo'lgan akalar va ukalar, opa-singillar. Bu tomlarimiz bu tepasida do'ppili tomda silib qo'yilmagan holati, karnizli holati. O'zi asosan karnizli bo'lish kerak. Karnizli holati. Ana hozir ko'pchilik silifli holatini tashlayapti. Biz ham mana silib desangiz silib, karniz desangiz karniz. Hammasini qilib beramiz. Faqat dumaloq arkani yasaydigan ustalarimiz alohida. Uni ham o'zimiz aka-ukalar. Qolgan joylarni hammasini o'zimiz yasab beramiz. Mana shu joylarimizni, mana orqa tomoni qoldi mana. Kapalagi qoldi orqa tomoni. Bu joylarimizni choklariga e'tibor